Opajon, sizni hozir yoshingizga 48 yoshga kiribsiz. Aynan sizni yoshingizga bu bachadonni to'g'risini aytsam o'lchami kattalik qiladi. Siz tug'ruqlarni unaqa katta tug'maganman deb aytyapsiz. Ya'ni sizni men bachadonningizni katta o'lchamda o'lchadim va aynan bachadoningizda kichkina miyomatoz tugunlarni ko'rdim. Bu holat to'g'risi sizda aynan mana shu holatingiz va sizdagi simptomlar. Qanchadir avval menga rosa og'riqlar nima deydi, ajinlar kelardi, og'riqlar, hayz kelardi deb aytdingiz. Aynan mana shu narsalar hammasi adenomioz kasalligini tasdiqlovchi simptomlar hisoblanadi. Adenomioz kasalligi bu aynan ayollarda uchraydigan, aynan 35-50 yoshdagi ayollarda uchraydigan kasallik hisoblanadi va bachadonni endometriy qavatini aynan mushak qavatiga o'sib kirishi natijasida paydo bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Shuning uchun ham bachadonni hajmi shishadi, ya'ni kattalashadi va dumaloq bo'lib qoladi. Bachadon o'zi aslida bunaqa holatda bo'lishi kerak va uni oqibatda og'riqli hayzlar kelishi, qovug'ida, belda doim og'riqlar bilan yurishi, hayzdan oldin, hayzdan keyin har xil ajralmalar kelishi kuzatiladi. Sizda holatingizda aynan 48 yoshda eng to'g'ri yo'l, sizda yana gormonal o'zgarishlar bor ekan, aynan sizda holatingizda ko'rib turganimdek, bunaqa holatda sizga eng yaxshi yo'l to'g'risi hayzni tugashini kutasiz. Hayzni tugashini kutganingizda, ya'ni siz klinikasga o'tganingizdan keyin hayz kelmaydi va aynan o'sha nima deydi, miyomachalari ham bachadonni kattalashishi ham kichiklashadi va buning natijasida siz bu kasallikdan qutulishingiz mumkin. Faqat hozir sizni davolovchi mexanizm bu aynan siz gormonlar menga mumkin emas dedingiz, faqatgina hayzni tugashini kutamiz. Adenomioz o'zi aslida bu juda ko'pchilikda uchraydigan kasallik hisoblanadi. Davolashning ikki xil usuli bor. Bu o'zi ancha yillik kasallik bo'lganligi uchun aynan bu kasallikda gormonal preparatlar orqali davolash mumkin yoki bo'lmasa mirina spiralni qo'yish orqali oltin standart hisoblanadi yoki og'riq qoldiruvchilar bilan faqatgina shu dorilarni iste'mol qilib turishimiz mumkin. Agar sizni kasallik bezovta qilaversa, iloji yo'q, yo jarrohlik yo'lini amalga oshiriladi, jarrohlik yo'lida yoki aynan o'sha tugunchalar yoki o'choqlar olib tashlanadi, bo'lmasa umuman bachadon to'liq bachadon bo'yni bilan olib tashlanadi. Agar bezovtachilik bo'lmasa, faqatgina siz ko'rinib turishingiz kerak. Bu asosan o'zida va MRTda aniqlanadigan kasallik hisoblanadi.